Hammamiz intizorlik bilan kutgan daqiqalar yetib keldi. Ruxsatlaringiz ila davramizga bugungi oqshomimiz sababchilari kelin-kuyovlarimizni Jur'atbek Allaberganov ijrosidagi To'ylar muborak sadolar ostida to'yxonamizga taklif qilamiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Baxıl olan farzandlarınız yok olsun. Farzand görüyorlar ay
bugün. Geldi daranaz nimete sağ sıhbete duy bugün. Toy 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 bugün, başka işle koy bugün. Geldi daranaz nimete sağ sıhbete duy bugün. En bir baklı toy bugün. Başka işne koy bugün. Geldi daranaz nimete sağ sıhbete duy bugün. Toy 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 bugün, başka işne koy bugün. Geldi daranaz nimete sağ sıhbete duy bugün. En bir baklı toy bugün. Bağat kommunada dut palakinden toy bugün. Aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, qarang. Akşam sababchilari kelin-kuyovlarimiz bir-birlariga mos ekan, baxtli bo'lib qo'sha qarisin, shirindan shakar farzandlarini ota-onalari bo'lsin degan insonlar bo'lsa, xorazmcha qilib, bag'atcha qilib, bir chiroyli qarsaklar bo'lsin aziz yurtdoshlar. Rahmat. Dunyo g'am va tashvishlarni unutib, nihol tantanalar siroyiga eng yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz va muhtarama insonlarimiz, mehmon va mezbonlarimizga o'zbegona lutf ila assalomu alaykum deyishga ijozat bergaysiz. Assalomu alaykum, salom Allohning ismi bo'ladi. Assalomdan hamma barchaning ko'ngli to'ladi. Qutlug' qadamlar ila kelgan har insonga assalom. Yaxshi niyat birga kelgan aziz mehmonga salom. Assalomu alaykum fayzli to'yxonamizga, to'y koshonamizga, bugungi oqshomimiz sababchilari kelin-kuyovlarimiz Dostonbek va Qur'onbekaxonlarning nikoh to'y oqshomlariga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Baxtibor, baxtiyor insonlar, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanat deymiz. Qarangki, bugun Alloh nazar qilgan xonadon sulola, Egamovlar sulolasida bugun katta bir shodiyona bayram. To'y bu inson umri davomidagi baxtli lahzalarni nishonlamoq, do'st-u yorlar didoriga to'ymoq, qarindosh urug'larni jibslashtiruvchi ajoyib hamda go'zal an'analarimizdan biridir. Ana shuning uchun ham o'zbek xalqi to'yini zo'r bir mamnuniyat va minnatdorchilik bilan o'tkazadilar. Ana shunday to'ylar qarang, bugun Alloh nazar qilib, mana shu go'zal tantanaga, tugun dasturxon atrofiga siz va bizni taklif qilib, oilalarda bo'layotgan eng quvonchli, eng hayajonli, eng baxtli kunlarni siz bilan, biz bilan birgalikda dasturxonlar atrofida baham ko'rayotgan. Bugun hammamizdan ham ko'ra hayajonlanayotgan, hammamizdan ham ko'ra quvonayotgan aziz insonimiz, oqshomimiz mezboni, dasturxonimiz muallifi, Dostonbekni padari biz rukmonlari Farqajon akamizni farzandlarining kamolat to'ylari bilan tabriklaymiz va chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bu hamdaki bu ajoyib insonimiz o'zlarini halol luqma berib boqib katta qilgan farzandlari bo'lmish, ko'zlarining oq va qoralari sevimli o'g'illari bo'lmish. Dostonbekni bugun bo'ydoqlar safidan haydab, kuyov to'ralar safiga qo'shib, sizdek, bizdek mo'min va musulmonlar nigohlari atrofida farzandlarining visol oqshomlarini, nikoh to'ylarini nishonlamoqdalar. Azizlar, avvalo bugun mana shu to'yga, mana shu shodiyonaga, mana shu tugun dasturxon atrofiga qadam rajda qilayotgan aziz insonlarimizni ochiq chehralari bilan kutib olib, qo'llarini duoga ochib, mana shu yoshlarimizni baxtini Allohdan tilayotgan bir aziz insonlar borlar. Bugun hammamizdan ham ko'ra hayajonlari va quvonchlari cheksiz aziz insonlarimiz, duogo'ylarimiz, voliday muhtaram onajonlarimiz, Qutlubekaxon onalarimizni xonadonlaridagi baxtli kunlar bilan tabriklaymiz. Quvonchlari cheksiz ana Gulxon onalarimizga ham xonadonlaridagi baxtli kunlar, to'y ayyomlari muborak bo'lsin deymiz. Bugun mana shu go'zal to'yda, go'zal oqshomda nevaralarni baxtini Allohdan tilayotgan yana bir aziz insonimiz borlar. Elda qadrli, farzandlarga mehribon, ajoyib insonimiz otamiz, amajon otalarimizni ham xonadonlaridagi baxtli kunlar, to'ylar, tantanalar bilan tabriklaymiz va hammalariga to'ylar qutlug' bo'lsin, shodiyona ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, hurmatli qadrdonlar, qarab tursak bugun to'yimiz, to'yga kelgan aziz insonlarni
kayfiyatlari a'lo darajada. Mana shu a'lo darajadagi kayfiyat to'y davomida, oqshom davomida, qolaversa yil davomida hammangizni hamrohlaringiz bo'lishligini chin dildan xohlaymiz va chin dildan tilakdoshmiz. Azizlar, albatta mana shu to'yimizda, mana shu chillaxonamizda, Dostonbekning nikoh oqshomida bugungi kunimizdan, bugungi to'yimizdan umidvor o'tgan aziz insonlarimizni eslamasdan ilojimiz yo'q. Albatta, hozir bo'lsa quvonchidan bir jahon tillolar sochardi boshlaringdan kelinjon. Dostonbekni to'yini hammamizdan ham ko'ra intizor kutgan, lekin o'zlari bu dunyoni erta tark etgan bir aziz onam bo'lardilar. Joylari jannatda bo'lsin. Irodaxon Oybekamizni bot-bot qayta eslab qo'yamiz, joylari jannatda bo'lsin. Biz qalban sezmoqdamiz mana shu insonlarimizning ruhlari bugun mana shu to'yimizni bir burchagida o'tirib, ana o'zlaridan keyin qolgan farzandlariga, o'zlaridan keyin qolgan zuriyotlariga tilovchi, qo'llovchi bo'lmoqdalar. Sobirjon otamizni ham joylari jannatda bo'lsin. Mana shu insonlarga bermagan umrlarini ilohim farzandlariga bersin, oila a'zolariga berishligini chin dildan tilakdoshmiz azizlar. To'y qilay deb mablag' yig'ar o'zbegim o'g'loni, to'y qiladi dabdabali kelsa bir kun davroni. To'yga kelar doylar, jiyanchalar, ammalar, o'ynab kuling katta kichik hammalar. Har kunimiz bo'lsin to'y, bo'lsin shodiyona, xonadonimiz bo'lsin doimo to'yxona, murodxona, chillaxona. Qadrli do'stlar, shodiyonamiz davom etar ekan har bir shahar, har bir tuman, har bir mahallani o'ziga yarasha urf-odatlari, o'ziga yarasha qadriyatlari bor. Bizning mahallada bo'ladigan fayzli to'ylarda ham yaxshi niyatlar yo'llab to'ylarni ochiq deya e'lon qiladigan aziz insonimiz, aziz ustozimiz Xudoshukr akamiz Rahimov borlar. Keling, Xudoshukr akamizni alohida mamnuniyat ila mikrofonlar oldiga taklif qilib, mana shu qadrdonlar xonadonlarda bo'layotgan to'ylar bilan tabriklab, to'y dasturxonimizni yaxshi niyatlar bilan ochiq deya e'lon qilishlarini so'raymiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli mehmonlar, uzoqdan yaqinga mehmonlar. Yana bugun elatimizda ajoyib bir xonadonda to'y bo'layotir. Agar ijozat bersangizlar bir narsani aytchaqadim. Mana shu yerda ustozlarimiz Aziz akam o'tiribdilar, Baxtiyor akam o'tiribdilar, Abdurrahim akam o'tiribdilar, Karimboy akam o'tiribdilar. Men istaradim, ana shu to'yni Baxtiyor akam ochib bersalar, mingdan ming haqlaringiz bor ustoz. Sizlardan o'tib varraqa bar olmayman men. Rahmet. Assalomu alaykum. Bugungi to'yimiz qatnashchilari, aziz mehmonlar, qarindoshlar. Chunki bu yerda bir 90% hammasi qarindosh. Avvalambor shu rahmatli Sobirjon benim bilan ko'p yillar birga ishlashgan, shularning avlodlari bugun men shu o'g'il qizimiz bugun to'y qatnashchilari ikkala yoshga uzoq umr tilayman. Baxtli, saodatli bo'lg'aylar. Ilohim shu bugungi shu xonadonga kelin bo'lib tushgan qizimiz baxt bilan kelgan bo'lg'ay, taxt bilan kelgan bo'lg'ay. Shu qizimiz shu xonadonda toshdek qatsin, o'g'li qizi ko'p bo'lsin. Kelasi shu yillardan burun qo'shaloq nevaralar ko'rganda shu xonadonlari egalari hammasi qo'shaloq 5 to'y qilib o'tirish nasib qilavergay. Yurtimiz tinch bo'lsin, farohatchilik bo'lg'ay. Ilohim hammaning uyida shunday to'ylar bo'lg'ay. İlayim bana bugün toyumuzda Cüretbek başlık ha? Cüretbek İkram Baydıoğulları başlık toyları yaxşı ötürgeyler. İlayim Cüretbek şu kışlağımızda indi yengi çıkartırgan kaldırgaç. Ağabek'te unvanını versin prezidentimizin nezarına çıkay. İlayim şu hemme toyumuzu katnaşıp gireversin. Yine bu yiğit hazır kliplerde çıkıyordu. Hazır körüp durman. İlayim size şu toylarınızda Sencerbek toylarda, yaş günlerde katnaş nasip kılaverge. Üşüde oturganların hemen üyünde yaş günler olsun, toylar olsun. Kalaverse Emetcan
Şu xonadonda sen bosh qo'shsan. Rahmat. Ilohim shu to'ylarimizni, Rahmat. to'ylarimizni açık deb e'lon qilamiz. Mana shu xonadon, mana shu üstlerde hamma ne'matlar, noz-ne'matlar qo'yilgan. Ilohim shulardan noz-ne'mat yeb qilib yine şu oğlumuz kliplerde hemen bilesizler bu hemen kliplerde var. Sencerbek başlık şöyle şu acayip şu oğlumuzu yaxşı toylarını, o avazlarını eşitip acayip kılıp toyları ötkezgeyimiz. Yine bir merte oğlumuz, kızımız bahtlı, saadetli boğaylar. İlahim şu kışlağımızda, tümenimizde, vilayet, respublikada acayip aile boğay. Prezidentim nazarımıza çıkay, oğlu kızı köp boğay. Keyingi toylarında mı oturayımız? Rahmet. Rahmat ustoz, rahmat. Rahmat azizlar, ustozlar nomidan yo'llarilib eng go'zal niyatlar tabriklandi. Barchalarga to'ylar qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlarda, sog'likda, omonlikda, bag'ri butunlikda didorlashmoq hammamizga nasib qilsin. Farqadaga yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonlardagi baxtli kunlar bilan barcha mahallamiz a'zolari, xonadon egalari, xonadon darg'alari, barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, keling oqshomimiz davom etganligi holatida bugungi oqshom sababchilari keling kuyovlarimizga yuzlanmoqchimiz. Marhamat qilib Dostonbek, agarda joiz topsangiz, bugundan boshlab juft halolingiz kelinchakimizning yuzlaridagi xarir ro'mollarni olib qo'yasiz. Ana undan keyin Xorazmni bir chiroyli qarsagini birgalikda tinglaymiz. Bog'otni qarsagi. Ovqat yemadingizlarmi hali? Bog'otni qarsagi desam hamma kisiya qo'lni diqib o'tiribdi. Kommunani chapagi. Bu bog'ota qaramaymi ya kommuna? Salomat bo'ling. Qarsak chalgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Qarsak chalgan insonlarning xonadonida yaxshi kun to'y bo'lsin. Kim qarsak chalmasa telefonini sim kartasi qo'ysin ilohim. Hammangiz tabriklaymiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Dostonbek, kelinchagimiz bilan birgalikda o'tirishingiz mumkin. Baxtli, saodatli bo'lib, qo'sha qaring shirindan shakar farzandlarni ota-onalari bo'linglar ilohim. Baxtingizga ko'z tegmasin. Kelgan hamma yurtdoshlarimizni mana shunday kunlarga sog'lik, omonlikda yetkazsin. Aziz do'stlar, keling kuyovlarimizni o'tirishlariga ruxsat berib, bugun siz aziz yurtdoshlarga mana shu oqshom davomida xizmat qiladigan jamoa bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. Nihol koshonasi ma'muriyati ish xodimlari bugun kelgan aziz yurtdoshlarimizni o'z bag'riga sig'dirib, mana shu go'zal oqshomimizga mezbonlik qiladilar. Nizomjon studiyasi tasviriy jamoasi to'yga kelgan har bir inson mehmoni mezbonimizni obyektivlarni nazaridan chetda qoldirmaydi. Qo'li shirin oshpazlarimiz bugun oldilarimizga shirindan shakar taomlar tortadilar. Barchalarga to'ylar shodiyona ayyomlari muborak bo'lsin deya. Agar eshitilayotgan bo'lsa, keling kuyovlarimiz o'tirishingiz mumkin. Baxtli bo'ling. Qo'sha qaring, shirindan shakar farzandlarning ota-onalari bo'ling. Azizlar, hali mahallamiz raislari, ustozlarimiz go'zal ta'rif qilganlaridek bugun mana shu mahalladan chiqqan ajoyib ijodkor bugun o'z oila a'zolari bilan, ijodiy jamoasi bilan xizmat qiladigan qadrli san'atkor Juratbek Allaberganov bugun to'yga kelgan hurmatli yurtdoshlarimiz ko'ngillariga eng xushnudlik daqiqalarni ulashib, so'ralgan, sog'inilgan taronalarni taqdim qiladilar. Demak, sezganingizdek sahnamiz markazida bugungi fayzli oqshomimiz to'y kechamiz mezbon ijodkori Juratbek Allaberganov va uning ijodiy jamoasi yigitlari eng go'zal kuy qo'shiq navolarini siz u bizga taqdim qiladilar. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Sanjarbek rahmat. Shu to'y egalarini parqatchanlar butun shu rahmatlik Sabir akamning avlodlarini shu kelin bilan tabriklaymiz. Shu 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qarisinlar. Xudoyim shu indigi shularni eldiroq qo'shalaq 5 to'londa kelib o'tirmoq tabriklab hammaga nasib etsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, hammaning oilasida shunday yaxshi to'y tomoshalar ko'p bo'laversin. Rahmat.
küzünüm, kelingim, mardingim. Qara küzünüm, kelingim, mardim. Ligin pengan kanal Gözüm karanasıdan omardım Kebine vatan kanal Hülana Yüzün gülüne köyün yüreğim Zasin yaşamak gülşen Kadın olana can günü Şanin çaman kınal Taşın resen kınal gılana Hanay paryamo Yüzünün sana olana uysun Düşenin kanyellerini Saçını bana açtın ayağım Çingin günahına aşken kalbin Hazanı Nadin kınal
Yüzüde terniğe kürüp ölsem Üne yırapıp min yana Gülü bana gidin kepenin kal hey hey adamına Çok can aradı sana Gel küllüm süt ilen yalvar Allah'ın
yaratkandan hiç yaşırın iş olmaz. Rızk bir miktardı şakı gedağlayan, kalem birdir andan yazan geç olmaz. Rızk bir miktardı şakı gedağlayan, kalem birdir andan yazan geç olmaz. Anat yalancı vardır yurtlar gece yatmağana, biri uyda yatan arcıpana tan artmağan. Takdiri ezelden hargiz artmağana, gezgen artık bular yatan hoşulma. Gezgen artık bular yatgan koşulmaz adayın. Bir hoç yigit yalan canına gelse, hoş kılıklı çöreğe destur kan bulsan. Bu dünyada imanı bulsan, 70-80 yüzden artık yaş olmaz. Bu dünyada imanı bulsan, 70-80 yüzden artık yaş bulmaz. Kanat yalancı
Kimseler hayır için zekatın beri. Kimseler ömründe nam deyip yürüten, kimseler de düşünüp yastık aşılmaz. Kimseler ömründe nam deyip yürüp, kimseler de düşünüp yastık aş olmaz. Anlat yalancı. Baktım kına şegin aşkıyla, Allah'ın kudreti derin fikriyle, rızk için gam yeme, Hakk'a zikreyle, evvelden ayıtılan senden doğuşulmaz. Rızk için gam yeme, Hakk'a zikreyle, evvelden ayıtılan senden doğuşulmaz. 70-80 yüzden artık yaş olmaz. Adayın Marhamat, endi davramizni sho'x qo'shiqlar bilan davom etamiz. Barcha yaqinlarni, onalarimizni davramizga taklif qilamiz. Gelin ko'ylarga baxt tilaymiz. Farhod og'ani tabriklaymiz. Ilohim shu yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat, davramizga taklif qilamiz. Doing crazy dreaming
Ütvediniz qaratı beynişep Gela koydunuz Yok mehrini baratı beynişep Gela koydunuz Her sözünüz o kadır Eşitkenim dokadır Her sözünüz o kadır Eşitkenim dokadır Geliş niyet yok kadır Nişet gela koydunuz Geliş niyet yok kadır Nişet gela koydunuz Yüzü kalınsız nişet gela koydunuz Abunça yüzü kalınsız nişet gela koydunuz Deyverdiniz canıma Koşmin adam sanına Deyverdiniz canıma Habibullah yanıma Nişet gela koydunuz Habibullah yanına Nişet gela koydunuz Nişet gela koydunuz Nişet gela koydunuz Nişet gela koydunuz
gelmezsem eğer yanadı canlarınız, yakar bana canım kara taranlarınız. Günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız, yakar bana canım kara taranlarınız. Kırılmasın zinhar şu gün gelişimle yar, aytmam çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Kırılmasın zinhar şu gün gelişimle yar, aytmam çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Çıkanlarımız günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız, yakar bana canım kara taranlarınız. Bir bilmesin zinhar şu gün gelişimle yar, aytmam şu lekenler nazlı çıkanlarınız. Hayran kaldım ben bugün, tırmanız ne demişler, belgile bir gene ekenler, nere çıkanlarımız. Günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız, yakar bana canım kara taranlarınız. Günde gelmezsem eğer yanadı canlarınız, yakar bana canım kara taranlarınız. Bir bilmesin zinhar şu gün gelişimle yar, aytmam çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Bir bilmesin zinhar şu gün gelişimle yar, aytmam çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Aytmam çuğul ekenler nazlı çıkanlarınız. Aytmam çuğul ekenler ey nazlı. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind.
Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. birden Serkilez gibi bu kızma Kılıçman birden birden Lezgine lezgidin oynan Lezgidin oynan Parçalın her dem Her kime birden Aha aha ahey Vaha vaha vahey Aha 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 çiçek Vaha vaha vahey
Kürek işlek emas mı? Karsalım her dem her kime birden Aha 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 hey Vaha 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 hey Aha 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 kişlek vaha 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 hey Hüzün gülümünü bir halıma Söyle bana ey güzel ey gümrü sever ya sen Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz gel beri hey Kara göz gel beri
Süleyman Mahatem gerekmez. Sensiz bana görüm iki alem gerekmez. Tacıdatı Süleyman Mahatem gerekmez. Söyle bana ey güzel kimini sever yarı sen. Ala göz boy boy boy, ara göz boy boy. Ala göz gel bana hey, kara göz gel bari. Ala göz boy boy, ara göz boy boy. Ala göz gel bana hey, kara göz gel bari. Karaylık bargılanın boyuga, bargılanın boyuga. Tidikilse solaylık handelakning boyuga, handelakning boyuga. Bastan günüm canan yatar nazikube. Çıktım eşik aslan günüm canan yabardım bir küçe. Bir bası bastan günüm canan yatar nazikube. Çıktım eşik aslan günüm.
Rahmat ketagan. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Juratbek Alloberganov boshchiligidagi jamoa yigitlariga, xiromaylab raqsga tushgan raqqosa qizlarimizga, allaridan bol damib kuylarni chalayotgan mana sozanda yigitlarga, butun to'yda xizmat qilayotgan aziz insonlarga rahmatlarimizni, minnatdorchiliklarimizni yo'llaymiz. Qarang aziz do'stlar, bugun inson havas qilsa arzigudek chiroyli to'yni, chiroyli bazmni va samimiy kechani birgalikda guvohi bo'lmoqdamiz. To'yga kelgan yaxshilar yaxshi niyat qilmoqda. Ilohim bizning da xonadonda mana shunday yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin deya niyat qilmoqdalar. Niyatlar ijobat bo'lsin. To'yga kelgan hamma insonlarning xonadonlarida yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lishligini Allohdan tilakdoshmiz. Yana bir bora Egamovlar shajrasi, Egamovlar xonadoni, sulolamiz barcha vakillarni bugungi unutilmas tantanalar bilan, to'yimli to'yxonalar bilan, murodbaxsh chillaxonalar bilan chin qalbimizdan, chin yuragimizdan tabriklaymiz, qutlaymiz, muborakbod etamiz. O'zining olimu fuzolalari bilan, buyuk san'atkorlari bilan, buyuk tadbirkorlari bilan, qolaversa o'zining chiroyli uzumlari bilan, mevachiliklari bilan elda obro' qozongan, butun dunyoga, butun O'zbekistonga ma'lum va mashhur bo'lgan Bog'ot elida bo'layotgan to'ylar chiroyli bo'ladi. To'yga kelgan hammalaringizni mana shunday kunlarga yetkazsin. Qarab tursak, bugun Bog'ot tumanimizga xonadonni mana shu to'ylar bilan tabriklab, Dostonbekning nikoh oqshomlari bilan tabriklab, uzoqdan yaqindan aziz mehmonlar kelganlar. Nafaqat viloyatimiz, respublikamizda barcha javohalardan aziz insonlar bugun to'y davramizga, to'y dasturxonimizga tashrif buyurganlar. Hali kelgan aziz mehmonlardan da yaxshi niyatlar va yaxshi tilaklarni qabul qilamiz. Hali aytishadiki, yaqinlardan ezgu tilak eshitmoq odamiylik xislatining naqshidir. Shirin so'zni yaqinlardan ko'ngil olmoq duru javohir oltindan ham yaxshidir. Azizlar, ana shunday duru javohir oltinga teng tilaklarni bildirish uchun mana shu oilani, mana shu xonadonni bugungi to'ylar bilan tabriklab, shodiyona ayyomlar bilan tabriklab kelgan aziz insonlar, qadrli mehmonlarimiz orasida bugun xonadonimiz yaqinlari nomidan avvalo hali to'yimiz boshida eslaganimizdek bugun bod eslaymiz, takror qayta eslaymiz, Sobirjon otamizni eslaymiz, Irodaxon oybekalarimizni eslaymiz. Mana shu Sobirjon dadamizni bugun o'zlari oramizda bo'lmasalarda yoshlik paytidan birga o'sgan qadrdon do'stlari bor. Xorazmcha qilib aytganimizda jo'ra yaronlari bor bugun davrada. Keling, mana shu qadrdonlardan yaxshi niyatlarni qabul qilar ekanmiz. Sotimboy akamiz bugun davramizni aziz insoniy ekanlar. Keling, mana shu yosh ulug' insonlarni, otaxonlarimizni go'zal tilaklaridan, samimiy niyatlardan hammamiz birgalikda to'ynamiz. Hamma o'ynar bular shod, ko'ngillar bular dilshod. Xonadon bular obod uyda to'yu tomosha bo'lsa. Xizmatdan tolmas bilak, aytilur ezgu tilak. Uyda to'yu tomosha bo'lsa, to'ylar, to'yxonalar barcha ana Sobirjon dadamizni qadrdon do'stlariga shodiyona ayyomlar muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlardan, yaxshi tilaklardan hammamiz birgalikda to'ynamiz. To'ylar muborak. Assalomu alaykum. Bugungi bir baxtli oqshomning ajoyib bir yaxshi kunida o'tiribmiz. Hammangiz shu mana shu yaxshi kun bilan shunday Alloh taolo shukrlarga yetirgan ekan. Hamma shunday yaxshi kunlarda qatnashavergaysizlar. Yana bugun bir qishlog'imizning bir ko'zga ko'ringan, oldindan bir tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan odamlar o'tgan bu yerdan. Narim bolalar, boshqalarni yana do'stimiz, sinfdoshimiz Sobirjon Egamov degan bir ajoyib bir tashkilotchi, bir mehnatsevar bir sinfdoshimiz, do'stimiz bor edi. Mana shuning bir izini davomchilari, shularning keyingi avlodlarini davom qildiruvchilar bugun bir yaxshi kunida o'tiribmiz. Men ukamiz Farxatjonni, avvalambor shu G'ofirjonni, shu do'stimiz, ham ukamiz, ham qarindoshimiz. Mana shunday bir yaxshi kunda o'tirgandan xursandman. Avvalambor mana shu ikkala yoshga baxt, saodat, uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Kelasi shular shu Nazira va ham qarindosh hammamiz Xudoqayimiz shu qo'sha beshiklar ekkasin. Şu eng yaxshi o'g'il bolalar, qiz bolalar yetishtirsin, ish qilib, hamma shu oilalarda baxtli, yaxshi kunlar bo'laversin deyman. G'ofirjon, mana ko'zing oydin, Farxatjon ko'zing oydin. Yana shunday bir kunlarga yetirgan ekan Alloh taolo shu Xudoyim hammani ham shunday kunlarga yetiraversin deyman. Endi nima deyman, shu yana takrorlayman, shu Amatjon uka, Jo'ra
sağ salamat bolgaysan, şularning aqtiq to'ylarından, çoğuluk to'ylarından şu Gapurjon bilan, şu Farhatjonlar hammangiz birgalikda şu o'tirib, şu do'st yarallar, qarindosh tog'alar bilan o'tirib yaxshi tilaklarni eshitib, hemen şu qarindosh tog'alarning yaxshi tilaklar bildirib birgaysizlar. Yaxshi Gapurjon, yaxshi Farhatjon. Sağ bo'linglar yoshlar, baxtli, saodatli bo'linglar. Hammalaringizga katta rahmat. Rahmat, Sotimboy aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling, aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Azizlar, qarab tursak, bugun ko'p yillik qadrdon Hojbomiz mana G'ofir akamizni ham bugungi to'ylar bilan tabriklab qo'yamiz. Jiyanlarni baxtli kunlari muborak bo'lsin. Endi siz oxirda Amajon otam bilan Farg'at og'am bilan tilak bildirasiz. Shunga siz bugun hurmatda, izzatda aziz boshlaringiz omon bo'lsin, to'yxonalar qutlug' bo'lsin. Qarab tursak, azizlar, bugun to'y oqshomimizda o'zining ko'p yillik umr faoliyatini vatanimiz, viloyatimiz ravnaqiga, rivojiga hissa qo'shgan aziz insonimiz borlar. Reis buvomiz borlar. Bugun davramizda Abdurim otamizni ham go'zal tilaklaridan, samimiy niyatlaridan hammamiz birgalikda to'ynamiz. Barchalariga to'ylar qutlug' bo'lsin. Shodiyona ayyomlar, bugungi to'ylar, to'yxonalar bilan hammalaringizni chin qalbimizdan muborakbod etib, Reis buvomiz mana qadrdonlarni tabriklab, eng go'zal niyatlarni, samimiy tilaklarini taqdim qiladilar. Xush kelibsiz. Rahmet. Gapurjon, sizlerdi. Bütün kardeşlerinizi bugünkü toylarınız bilen kızgın tebrikleyeyim. Gözleriniz aydın bulsun. Yaşlarımız bahtlı bulsunlar. Acayip aile kursunlar. Yurtumuza gerekli insanları da terbiye kılıp versinler. Çünkü sizlerin lakablarınızı atalık da baytıladı. Bu atalık diyen paşalık zamanında bir katta bir ilatlı bir şimdi bir nəni qomdu başqargan adamlara aytılады. Şunun için yine şunun izini devam kıldırıbsizler. Ne bağla bugün işe biripti, kuanı biripmiz, iştemiz akı bize. Sabırcan doğrusunda ortaklar ben indi birge işledim. Şu işlerde bütün kağıt işlep çıkarışının neler adımları oturttu. Bir 3-4 reis, yine bir 5-6 yağı sıkılatçı, hemen şöyle toplandı. Şulardan hemmesi Sabırcan doğrusunda yaxşı gepler, yaxşı bir niyetler kılıp oturadı. Sebebi birge işledik. Şu birge kağıt işlep çıkarışının ağır yükünü kötürürdük. Yine Farhat bolsam, bunu oğullarım, yine Gapurjon bolsam, şu indi Sekirada bolup neçe yıl kışlağımızda hizmet kıldı. Şunun için aytamam meynetsiz singen bir aile, evvelden bir paşalık zamanından bir közge körüngen aile. O liman şu hanadana kelin bulup çıkan kızımız, şu tradisyonu devam kıldırıp, şu aileye bir acayip perzentlerdi yetiştirip verdi. Yine ilgili şükürlerden birinin kudalarımız koşarak beşikler hep gelip otursun. İşkılıp 20 yatırgan bir katta yangi yılımız hemmeye bir kutlu yıl olsun. Toylar yılı olsun. Kem degende her kimliğin ailesinde yılda bir mertebe toy olsun. Bu toyda bugünkü sanatkarlığa oxşayan sanatkarlar gelip hizmet etsin. Çünkü Xorazm bu sanatkarlar yurtu. Xorazm deyen vaktinde bütün yurt bir lezgini isliydi. Acayip bir bizediği sanatkarlardı. Kamilcan başçılığındağı bütün şu gün geçe boğan hemmesini isliydi. Yine bugünkü ülkemizden şu hizmet kılıp getir. Sana her sabah aytaman toylarda. Şu hizmet kılıp çerçeve, şu atan yine sizlerde şu yolga başladı, bir ağına sizler devam kıldırıp atanlarına muzup git. Yeldiğin bir hürmetine sazavvar olup kalaverse yurtumuzun bu unvalarını al. Acayip bir yağın sanatkarlar da halk hürmete de devam bulsun. Bu masa Gapurjon sizlerden hemmenizi yine Farhat Vaydam tebrikliyim ben. Gözleriniz aydın bulsun, toylar bulsun. Yeni yılga şu karab toy yatıpsılar, oylanıp
İlayim şu tiyatırgan yayın yılımızda koşarak beşik hep gelip şu kudalarınız beşik hep gelip otursun. Bugünkü ülkemiz yine bunu hemmeniz televizyonda görüp hürmet edesinler. Şimdi bir özünün komik nesi bilen, kalaverse söz ustalığı bilen, şu nitolkar bir Xorazm'da, bütün yurtumuz Özbekistan'da sırada görüp oturanlar. Ne bugünkü toyumuza gelip hizmet edip tekensinler. İlayim şu Kızılova diyeli, şu bugünkü toy bayatından hanadan barıp sizin toylarınıza hizmet etsin. Katta rahmet emmeye. Toylar olmasın. Reis bu rahmat, sağ salomat bo'lin. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin bütün Samirjon otamizni hamma qadrdon do'stlarini to'ylar bilan tabriklaymiz. Endi Ozodjon Sho'ra bor ekan bugun davramizda. Sho'ra boy keling. To'ylar qutlug' bo'lsin. Yaxshi niyatlardan, yaxshi tilaklardan birgalikda to'yxonalar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hürmetli devre katnaşçıları, aziz mehmanlar. Mana bugün kışlağımızda iyi bir devlet, özünün mehneti bilen, özünün adamiliği bilen, halk hürmetine sazavar olgan insanların kanadandaki yaxşı günün şahı bulup oturttunuz. Evvelen barmayan şu fırsattan faydalanıp bana şu aile kuruyatken 2 yaşka uzak ömür, keng devlet, keng işlerde ketteden kette muvaffakiyet dileymen. Şu kızımız şu kanadanga eteğe bak dileştirip gelgen olsun. Başı aşağı dileyim şak olsun. Hizmeti buyursun. İndiki şükürlerden bırak. Farkatlı, Gafurcanlı, Kutligeni, şu artık bilen tebriklep, emetcan sizlerdi. Tebriklep gelip oturuş, nasip kılaversin hep dilek bildirim. Şimdi hemen yakşı bilesiler, Yegem abla kanadanı, Allah kul abla kanadanı, bu kışlakta gözünde bir iz kaldırıp yatırkı insanlardan. Hemen yakşı bilesiler, sabırdan hemen. Bana şehirdimiz Gafurcan'dı. Hemen yakşı bilesiler. Bütün ömrü şu halk hizmetinde olup gelen insanlarda hesaplanırdı. Şu bana yoldaşımla kanadanım. Şu nelerde özünün bir minneti bilen bulan bir fakirli ailelerden hesaplanırdı. Bana medemini kemem. Hemen yakşı bilediler bu. Bu aydikan da baytadadılar bu. Bütün Neki vilayette bir Respublika'da özünün bir kışlak hocalığı, Egirler Netç'te özünün bir nesini kıraya ister. Ben isterdim ki, bana şu aile kuruyatki yaşlarım kuddu, ataların değil, babaların değil, dayıların değil, el sevgen, el hürmet etken, bir havas kılsa havas kıladıgan bir aile bulup yetişkiye tilek taşmış. Yaşlar baktı olun, koşkallarınız bilen koşakarın, indiki şükürlerden buran, 5 töyde oturar hele. Bana şu bizim kursantçılığımıza yine kursantçılık koşulmasında bana bir Cüret Bey Allah bir yana başlık bir grup sanatçı Allah kendine. Bunlardan işlerine Muhammed hem vaktinde şu bizlerden kursantçılık konuşup gireversin. Bana Sıkandan dostumuz hemen bütün ne ki vilayette, belki Respublika'da metanı diyen Xorazm televizyonasında özünün komik çıkışları bilen kilayatken Sıkandanımız